Hammaga assalomu alaykum. Bugungi video darslikda sizlar bilan Cloud AI, Higgsfield va Afterni bir-biriga qo'shib, ya'ni bir-biriga ulab, motion animatsiyalardagi dizaynlarni, ya'ni o'sha motion animatsiya qilinadigan dizaynlarni tayyorlash vaqtini bir necha barobarga qisqartirish yo'lini ko'rsataman. Ya'ni AI orqali motion dizaynni yana ham tezroq qilsanglar bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu yoqdan Higgsfield saytiga kiramiz. Higgsfield deb yozamiz. Bu yoqqa mana bu saytga kiramiz. Endi bilmaganlar uchun, noldan bo'lganlar uchun to'liqroq qilib tushuntiryapman. Xo'p, kirganingizda shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni o'sha logininglar bilan akkauntinglar Gmail, Google akkaunt bilan registratsiya qilasizlar agar qilmagan bo'lsanglar. Mana tepada bo'limlar bor. Bo'limlardan mana bu plugin bo'limini tanlaysizlar. Plugin bo'limida mana yerda After Effects tanlasa bo'ladi. Mana Photoshop bor, After Effects, Premiere Pro, DaVinci bor, Figma bor. Biz After Effects tanlaymiz va skachatni bosasizlar, ya'ni downloadni bosasizlar. Bu yoqda o'sha pluginni skachat qiladi mana. Zagruzkada turibdi. Ustiga 2 marta bossanglar, mana bir marta bossanglar, mana запустить qilasizlar. Bu pluginni o'zi avtomatik o'rnatiladi. Bu boshqa hech nima so'ramaydi sizlardan. O'sha dali qilib nima deysiz, skip qilaverasizlar. Ya'ni o'sha davom ettirish qilaverasizlar. O'zi o'rnatiladi. Uncha qiyin emas o'rnatish. Keyin Afterga kirganingizda mana bu window tepada Afterga kiramiz. Deylik, mana Afterga kirdik. Bitta kompozitsiya ocha olamiz. 1080 ga 1920 Reels formatda kompozitsiya ochamiz. Xo'p, ocha oldik. Endi tepada windowda extension bor. Extensionning yonida mana ko'rsanglar, Higgsfield degan nima bor? Mana menda ulanib turibdi. Mana ustiga bossanglar, mana hozir bu yoqda sizlarda bo'lmaydi. Mana window, extension va Higgsfield deb bosasizlar, mana yerda paydo bo'ladi mana. Sizlarda boshida bunaqa bo'lmaydi. Sizlarda kirganingizda mana turgan bo'ladi. Browser orqali davom etishni bosasizlar, mana pastda Chrome qizil bo'lib yonib turibdi. Chrome'ni bitta bosamiz. Bu yoqdan bizdan so'rayapti. Higgsfieldda akkauntingni kirgiz deyapti. Akkauntni kirgizamiz bu yoqda. Xo'p, endi ruxsat beramiz va bo'ldi. Ro'yxatdan o'tding, endi Afterga kir deyapti. Bu yoqda yana Afterga qaytamiz. Kirganimizda bizda shunaqa oyna ochiladi va bu yoqda Cloud logosi bor. Buni ustiga bir marta bosasiz. Bu yoqda havola beradi. Havolani copy qilib olamiz va bu yoqda qayerga o'rnatishni ko'rsatgan Cloudda. Buning uchun Cloud AI sun'iy intellektiga kiramiz. Ya'ni buni kompyuterlarga ilovasi bo'lishi kerak. Adashmasam saytda ishlamaydi, yana bilmadim. Ilovasini o'rnatib olsanglar, o'zingizga yaxshi, qulay. Bu yoqdan nastroykaga bosamiz, ya'ni pastroqdan. Hozir buni teparoq qilaman. Akkauntni bosasizlar, setting, pastroqda connector degan bo'limi bor. Connectorni bosamiz va bu yoqdan add qilib, browse emas, boshqa connectorni bosamiz. Bu yoqda nom yozamiz. Deylik, Higgsfield degan nom yozamiz va bu yoqqa o'sha boya copy qilgan havolani nima qilamiz va bu yoqda add tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Bosganimizdan keyin Cloudga yozamiz. After Effects'dagi Higgsfield pluginiga ulanganmisan deb yozamiz. Buni yozgandan keyin bizda bu yoqda Higgsfield ishlab turishi kerak. Ya'ni mana bu X bosib chiqib ketsanglar ulanmaydi. Bu yoqda Windowsda Higgsfield turishi kerak. Bu yoqda turadi. Cloudga yozamiz. Ulanganman deb yozib turibdi. Ya'ni hozir ulandi. Endi bunga Pinterestga kiramiz. Deylik, xohlagan bironta reference topish uchun Pinterestga kiramiz. Bu yoqdan deylik, asosan bu SAS stildagi yoki juda ham ko'p yorug'ligi bor dizaynlarni yaxshi qilmaydi hozircha. UI stilda yoki minimalizm stilda sodda, chiroyliroq dizaynlarni juda ham tez aniqlikda qilib beradi. Xo'p, birinchi bo'lib UI dizayn deb yozamiz. Bu yoqda bizda referenslar paydo bo'ladi. Hozir endi bitta reference topsak, chiroyliroq. Keling, sizlarga bitta narsani eslatib o'taman. Bunaqangi motion animatsiya darsliklari YouTube kanalimda oyiga 1 marta yoki 2 marta chiqadi. Lekin agar siz sohani tezroq o'rganib, yaxshi daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz yoki sohada ishlab yuribsiz, darajangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, mana sizlar uchun yaxshigina taklif bor.
Men onlayn kursni tashkil qilyapman. Onlayn kursga atigi 10 ta joy olinadi, ya'ni 10 ta o'quvchi olinadi. Sabab har bittasiga alohida individual yondashiladi. Va bunaqangi motion animatsiya darsliklardan 20-30 tadan ortiq bo'ladi kurs davomida. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, kommentariyada va opisiyaniyada havola qoldiraman kursga qo'shish uchun. Bemalol kirib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Endi esa darslikni davom ettirsak bo'ladi. Misol uchun, mana shu dizaynni ham olsak bo'ladi. Shundoq saqrang qilamiz kompyuterimizga. Xohlagan joylarga saqrang qilsanglar bo'ladi. Men hozir yana bir ikkita dizaynlarni yana ko'rsataman sizlarga. Kelinglar, hozircha o'zimning kompyuterimda bor dizaynni qilib ko'ramiz. Ya'ni mana shunaqa dizayn bor menda hozir. Oq UI stilda. Bu yoq ko'rsanglar, juda ham ko'p shape bor, juda ham mayda ish. Har bitta tekstni yozish kerak. Har bitta bu yoqda rangli shapelar, mana bu oq shape orqasida xullas nimasi bor, soyasi, xullas juda ham mayda ish. Buni qilishga kamida, misol men hozir 2-3 yillik tajribam bo'lsa, kamida 20-25 minut o'tiraman buni agar chiroyli qilib chiqaman desam. Xo'p, buni oldik, tashladik, endi yozamiz. Shuni After Effects ga UI deb kompozitsiya ochib, ichiga layerlarga qo'yib chiq, ya'ni layerlarga qo'yib chiq deb yozamiz. Endi bu birinchi tekshiradi Afterga ulanganini. Hozir ozgina kutamiz. Agar ulanmagan bo'lsa, o'zi yozadi. After bilan ulanishda muammo bo'lyapti deb yozadi. Agar unaqa yozmasa, demak ishlayotgan bo'ladi. Bu yerda bizda hozir Hixfield plugin ishlayapti. Bu yoqqa kirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana bizda live turibdi, ya'ni live degani hozir cloudga ulangan degani. Agar bu yoqda qizil yoki sariq bo'lib tursa, bu ulanmagan bo'ladi. Hozircha analiz qilyapti rasmimizni. Tekshiryapman kartalar orasidagi vertikal ustunlashtirishda. Xo'p, yana ozgina kutamiz endi. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Уже UI dizayn degan kompozitsiya ochdi cloud avtomatik. Bu yerda o'sha rasmni razmeriga moslab kompozitsiya ochgan, oq fon bor. Endi o'zi mana bu yoqqa ko'rsanglar, endi analiz qilyapti. Menimcha kompozitsiya ochdim, layerlarni qo'yib chiqaman deyapti. Bu yerda endi hech nimaga tegmasdan Afterga prosto qarab turamiz. Va bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, adashmasam yoki 3 minut yoki 4 minut vaqt ketdi. Hamma layerlarni qo'yib chiqdi. Bu yerda hamma nimalarni qo'yib chiqdi va bu yerda hozir soya qo'ydi, tekstlarni qo'yib chiqdi. Ba'zi payt shunaqa muammo bo'ladi, ya'ni tekstlarni shriftini yaxshi qo'ya olmaydi. Endi hozircha menimcha bu test rejimda ishlayapti. Chiqqaniga ko'p bo'lmadi. Sizlarga o'sha chiqishdan, adashmasam 1 oy bo'ldi chiqqaniga. Sразу ko'rsatyapman. Tekstlarda ozgina muammo qiladi, ya'ni joylashuvini uncha to'g'ri qo'ya olmaydi. Tekstlarning shriftini, ya'ni o'sha kompyuterlarda bor shriftlarni tekshira olmaydi. Bo'ldi, bizga qolgan joy kerak emas. Bu yoqqa kelib cloudni to'xtatsak ham bo'ladi. Adashmasam 3 minut yoki 2 minut atrofida qildi. Bu yoqda tekstlarni joylashuvini qo'yib chiqamiz mana shu hammasini belgilab, deylik 50% ga tushiramiz opacity'larni va bizda tayyor shunaqa dizayn paydo bo'ladi. Agar tushunishingiz uchun, taqqoslash uchun mana qo'yib beraman. Original o'sha haqiqiy variantini qo'yib beraman. Mana kodini o'chirib ko'rsataman. Mana. Sal kichkinaroq qilamiz. Bu yoqda mana ko'rsanglar bo'ladi. Birga bir chiqqan. Endi bu yoqda bitta farq bo'ladi bu yoqda. Mana bu dumaloq ichidagi ikonka bo'lish kerak o'zi bu yoqda, lekin Cloud After'ning o'sha imkoniyatlardan kelib chiqib, o'zi shape bilan yasab chiqadi. Shuni qilganidan keyin men bularni o'chirib, o'zingizlar ichiga ikonka qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Asosiy qismini baribir mana bu shape'lar, ichidagi har bitta to'rtburchak shape'larni qo'yib chiqdi. Endi agar misol bo'lmaydi desanglar, kelinglar yana bitta shunaqa dizayn tashlab ko'ramiz. Cloudga yozamiz. Yana menda deylik boyaga olgan dizaynimizni, qora dizaynni. Shu dizaynni ham deylik www degan kompozitsiya ochib yasab ber deymiz va ozgina kutamiz, chunki boya ishlayotgan payti stop berdik va mana yana ishlashni boshladi. Buni ham ozgina analiz qiladi. Deylik 1 minut timerga qo'ysanglar, uzoq 1 minut analiz qiladi. 1 minut analiz qilib bo'lgandan keyin buni ham sekin Afterda yasashni boshlaydi. Mana bizda W degan o'sha shrift ochdi. Fonni ham yasadi. Ya'ni bu yoqda mana ko'rsanglar qanaqa font turibdi, o'sha fonni ham yasab bo'ldi. Endi sekin tekstlarni qo'yib chiqyapti. Mana sal xato narsa qildi bu yoqda. Nimalarni? Hozir ozgina kutamiz. Agar xato bersa, bu AI baribir xato berish tabiiy hol.
xato bersa, gapimizni to'g'rilab yozib, yana boshqatdan qildirib yuborsak bo'ladi. Buni bitta yaxshi tomoni, bu AI ga berib yuborasizlar, berib qo'yasizlar. Bu yoqda o'zinglarning ishinglarni qilib tursanglar, ungacha bitta analiz qilib, bitta kompni ichiga tiqib beradi, bo'ldi. Shu bilan ancha ishinglar tezlashadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, montaj qilayotgan paytinglar, deylik, tekst yozib o'tirasizlar sizlar. Shunaqangi dizaynlarni cloudga tashlab qo'ysanglar, уже sizlar tekst yozib, ishinglar qilib bo'lguninggacha bu o'sha animatsiyalarni yasab beradi. Xo'p. Mana o'sha oldi, tushundi o'sha xato narsa qo'yganini. Endi adashmasam shape'larni qo'yib boshqatdan qilib chiqadi. Mana bu yoqda o'sha endi dizaynni quraman deyapti. Xo'p, endi dizaynni tayyorlab chiqadi. Mana birga bir chiqqan, faqat bitta farqi bu yoqda sal kichkinaroq bo'lgan. Bu sal nima ishlatgan? Bold shrift ishlatgan. Buni bunday regular qilsak yoki medium qilib sal nastroykasini to'g'irlasak bo'ldi. Shunaqa mayda-mayda xatolar qilishi mumkin. U atak shu dizaynni men hozir adashmasam 2 minut 3 minut ichida qilib berdi. 2-3 minutda bu dizaynni qilishi juda ham zo'r natija. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim boyagidek o'sha cloudga dizaynni berib qo'yib, o'zingizlar boshqa ishinglarni qilib tursanglar, ungacha bemalol yasab turadi. Ya'ni bitta emasda, men hozir donalab qilyapman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Sizlar o'sha animatsiyalarga kerak bo'ladigan 3 ta, 4 ta, 5 ta dizayn tashlab qo'yasizlar. Uni analiz qilib bo'lguncha sizlar boshqa ishinglarni qilib tursanglar, analiz qilgan 4 ta, 5 ta dizaynni bittada kompozitsiyaning ichiga solib beradi. Keyin sizlar o'zingizlarga moslab, to'g'irlab, bemalol animatsiya qilib olsanglar bo'ladi. Nimaga buni o'rgatyapman? Nimaga bu vaqtni tejaydi deyapman? Shaxsan o'zimda animatsiya qilishimda deyarli 1 soat animatsiya qilsam 20-30 minut vaqt shunaqa dizaynlarni yasash bilan o'tib ketadi. Qolgan vaqt esa animatsiyaga ketadi. Ya'ni deyarli yarmiga yaqin vaqt dizaynlarni tayyorlash bilan o'tib ketadi. Chunki dizaynlarni tayyorlash juda muhim narsa. Ularni to'g'ri qo'yish yoki o'sha mavzuga moslab qo'yish juda ham muhim narsa. Shuning uchun o'zingizlardan ideya qilib boshinglarni og'ritmaysizlar. Shunday Pinterestdan olib, xohlagan dizaynni olib, shunday cloudga tashlanglar, o'zi sizlar ishinglarni qilguningizcha analiz qilib qo'yib beradi. Menimcha video tushunarli bo'ldi degan umiddaman, chunki juda ham qiyin narsa emas, sodda, lekin juda ham foydali dars bu. Shuning uchun boshdan oxirigacha yaxshilab ko'ringlar, keyingi darsliklarni ham qoldirmasdan ko'rishga harakat qilinglar.